Tushdagi homiladorlik. Kishi tushdagi homila juda katta ahamiyatga ega. Bu tushni turlicha ta'bir qilishgan. Inson tushdagi homiladorlik xonadondagi yangi ish rejalar bilan bog'liq tashvishdan dalolat beradi. Bordiyu siz tushda chiroyli ayol homilador ekanligini ko'rsangiz, o'ngingizda mehnatingiz evaziga yarasha foyda topasiz. Bordiyu buning aksi bo'lsa, ya'ni xunuk va to'zg'igan ayol homilador bo'lsa, tashvishlarga ko'milasiz. Agar bo'yi yetgan lekin turmushga chiqmagan qiz o'zining homilador ekanligini ko'rsa, janjal tufayli oralariga sovuqchilik tushib qolgan yori bilan kelishgan holda baxtli hayot kechirishiga dalolat beradi. Yoshi katta va qari ayollar o'zlarini homilador ko'rsalar, xastalikka chalinishi mumkinligidan ogoh etadi. Bordiyu ayol kishi homilador bo'lsa va o'g'il farzand dunyoga keltirsa, ongida barcha boshlagan ishlari yaxshi tarafga o'zgaradi. Qarzga botgan kimsa homilador ayolni ko'rsa, ongida vaziyati biroz bo'lsa-da yengillashiga dalil bo'ladi. Agar erkak kishi tushda homilador bo'lsa, qiyinchilikdan dalolat. Homiladorlik ayol kishi uchun xosiyatli tush hisoblanadi. Beva ayol o'zining homilador ekanligini ko'rishi oila qurishiga dalolat. Ba'zi bir boshqa tush ta'birlariga ko'ra, turmushga chiqmagan qiz o'zini homilador ekanligini ko'rsa, ongida nomussizlikka yo'yiladi. Agar homilador ayol tushda o'zini homilasi borligini ko'rsa, dardidan oson qutulib ko'zi yoriydi. Ba'zi bola kutmayotgan ayol homiladorligini ko'rsa, oilasiga jiddiy e'tibor berish kerakligidan dalolat. Oilasi mustahkam bo'lmasligi mumkin. Kimda-kim ozg'in homilador ayol bilan uchrashsa, omad unga yor bo'lishiga dalolat beradi. Qanday tush ko'rishingizdan qat'iy nazar, sog' va salomat bo'ling. Like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin.